Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 18, 19, 20, 21, 22 kunlaridagi prognozni e'lon qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun videoni oxirigacha ko'ring va like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bosgan odamni doim qo'llasin. Diqqat qiling. Bugun 18 aprel kuni katta ehtimol bilan yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Havo harorati kunduzi -16 gradus, kechasi esa +7 gradus bo'lishi kutilmoqda. 20 aprel yakshanba kuni esa yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi +12 gradus, kechasi esa +9 gradus bo'ladi. 22 aprel kuni esa havo ochiq bo'ladi. Kunduzi havo harorati +22 gradus, kechasi esa +12 gradus bo'lishi kutilmoqda, deyiladi xabarda.